Davom etamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining Memfis shahrida joylashgan St. Jude bolalar tadqiqot kasalxonasi yetakchi global tibbiyot markazi bo'lib, unga 1962-yilda asos solingan. Klinika saraton va og'ir bolalar kasalliklarini davolashga ixtisoslashgan yirik tibbiyot muassasasi hisoblanadi. Aynan mazkur tibbiyot dargohi bilan mamlakatimiz o'rtasida mustahkam hamkorlik o'rnatilgan bo'lib, bugungi kunda dunyodagi birinchi global platformaga asosan bolalarda saratonni davolash, zarur dori vositalarini yetkazish, tibbiy diagnostikani rivojlantirish yo'lida dadil qadamlar tashlanmoqda. Bu boradagi hamkorlik jarayonlari bo'yicha poytaxtimizda matbuot anjumani tashkil qilindi. Mehr va g'amxo'rlik, doimiy e'tibor va shubhasiz tibbiy yordam, davolanishga muhtoj orzular bisyor, ammo ertasiga ishonch mavhum, umidi kuchsiz bu bolajonlar suyanch, mustahkam tirgakka muhtoj. Umuman dunyodagi hech bir bola kasal bo'lishni, beg'ubor bolalik kasalxonada o'tishni istamaydi, albatta. Buni tushunish qiyin emas. Sa'y-harakat ba'zan uning o'zi kamlik qiladi. Alohida yondashuv, hamkorlik, kuch va bilimni birlashtirish mavjud murakkab vaziyatga eng yaxshi yechim. Birlashibgina maqsadga yetiladi. Birlashibgina bolalar orzusi ro'yobga chiqadi. Dunyodagi har 5 kishining bir nafarda hayoti davomida saratonga chalinish xavfi mavjud. Xalqaro saraton tadqiqotlari agentligiga ko'ra, 6 yil avval dunyo bo'ylab qariyb 20 millionga yaqin kishi saratonga chalingan va ularning salkam yarmi kasallik natijasida hayotdan ko'z yumgan. Bunda bolalar rakining ulushi va xavfi hali hamon yuqori. Mamlakatimizning qariyb 14 million aholisi 18 yoshgacha bo'lgan yoshlar. Bolalarda yiliga 1200 ga yaqin onkologik va gematologik kasalliklarning birlamchi tashxisi qo'yiladi. Bunda o'tkir leykoz 900, onkologik kasalliklar esa 300 ta holatda o'tkaziladi. Bunday xavotirli va mamlakat kelajagi uchun mutlaq qabul qilib bo'lmaydigan vaziyatni ijobiy tomonga o'zgartirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan bolalar raki profilaktikasi, diagnostikasi, davolash va reabilitatsiya yo'nalishi ustuvor sifatida belgiladi. O'tgan yili poytaxtimizda erishilgan Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti va O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan O'zbekistonning bolalarni saraton kasalligidan davolash uchun dori vositalari bilan ta'minlash bo'yicha global platformasida ishtirok etish to'g'risidagi kelishuv bu borada muhim qadam bo'ldi. Unga asosan yurtimizning 14 ta tibbiyot muassasasi saraton kasalligiga chalingan bolalar uchun sifatli dori vositalarini uzluksiz qabul qilishi hamda ularni bu yo'nalishda har tomonlama qo'llab-quvvatlanishi ko'zda tutilgan. Shu kunlarda Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti va St. Jude bolalar tadqiqot shifoxonasi vakillari mamlakatimizda bo'lib turibdi. Aytish lozimki, jahonning yetakchi ekspertlaridan tarkib topgan delegatsiyaning tashrif dasturi keng qamrovli va strategik xarakterga ega bo'lib, yurtimizda bolalarga ko'rsatilayotgan xizmatning asosiy jihatlari klinik amaliyot va dori-darmon ta'minotidan tortib, sohani raqamlashtirish va palliativ yordamni rivojlantirishga bo'lgan jarayonni o'z ichiga oladi. St. Jude bolalar tadqiqot shifoxonasi va O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi o'rtasida imzolangan memorandum kelgusi yillardagi hamkorlik yo'nalishlarini belgilab beradi. Vazirlik bilan imzolangan ikkinchi memorandum esa onkologik yordam sifatini oshirish, tibbiyot xodimlarining salohiyatini mustahkamlash, vazirlik tomonidan amalga oshirilayotgan turli tashabbuslar doirasida hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan. Shuningdek, mazkur hujjat yangi davolash usullarini, zamonaviy diagnostika yondashuvlarini joriy etish va mamlakatning turli hududlarida milliy saraton nazorati rejalashtirish tizimini takomillashtirish bo'yicha yondashuvlarni ishlab chiqishni ham nazarda tutadi. Biz hukumat, onkologiya markazlari va barcha hamkorlar bilan bolalar saratoni bilan yuzlashgan oilalar bosib o'tadigan butun yo'lni qamrab oladigan tizimni rivojlantirish ustida ishlayapmiz. Biz bolalarni ushbu yo'lning har bir bosqichida qo'llab-quvvatlashni istaymiz. Shuningdek, palliativ yordamni rivojlantirishga ham katta ahamiyat qaratyapmiz. Saraton katta azob-uqubat olib keladi va bolalar o'zini imkon qadar qulay his etishi juda muhim. Bolalarni davolaydigan shifokorlarda to'g'ri vositalar, yetarli bilim va yuqori malakalar bo'lishi shart. Shundagina ular bolalarga sifatli yordam ko'rsata oladi va bolalar bu og'ir kasallikni yengib o'ta oladi. Bu yo'lda barchamiz birgalikda ishlayapmiz va bolalar saratonini davolash sohasida jahon yetakchisi bo'lgan St. Jude bolalar onkologiya markazi bilan ishlayotganimizdan juda minnatdormiz. Ma'lumot uchun, AQShning St. Jude bolalar tadqiqot shifoxonasi vakillaridan iborat delegatsiya yurtimizga tashrifi davomida Uzbekistan Airports Cargo logistik majmuasi, sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasining vaksinalar omborida onkologik dori vositalarini sovuqlik zanjiri asosida saqlash va tashish jarayonlari bilan yaqindan tanishdi. Shuningdek, bolalar gematologiyasi, onkologiyasi va immunologiyasi ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Taskin bolalar onkologiyasi hospisi faoliyatini ko'zdan kechirdi. Mehmonlar saraton bilan kasallangan
kasallangan bemorlarni elektron ro'yxatga olish va mashrutizatsiya qilish, dori vositalarining bolalarga xavfsiz va o'z vaqtida yetib borish tizimi haqida ma'lumotga ega bo'ldi. Bundan tashqari, xalqaro ekspertlar Mehrli maktab ta'lim loyihasi bilan yaqindan tanishdi.